Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi devamlaştırıyoruz. Endeki leksiyemiz ikincisi. Leksiyanın mavzusu bunda. Kim Jong-un tönce ketim ihbadi bildirip, Amerika bexatarlik kapaletlik kılıdığalı bolsa, yadro kurallardan vaz keçidığallıqını bildirdi. Mavzulu haber 3. ayının 6. günü New York Vakt gazetesi ilan kılındı. Haber bundak başlar. Koriya əməldarları həftənin 2. günü mundaq göstərdi. Çavuşanның rəhbəri Kim Jong-un Koriyanın elçisiga mundaq degan. Mening dövlətim yadro qurallardan voz keçib, Amerika bilan söhbət qurishni xalaydı. Hamda söhbət jarayonida barliq yadro qurallari va raketa sinaq qilish faoliyatlarini to'xtatdi. Koriya prezidenti Moon Jae-inning şanisi bir parcha bayonotida mundaq ko'rsatdi. Elchilarning Chavshan Pyongyangda elib borgan ziyarati jarayonida Chavshan va Koriya ikki davlat 4-ayning oxirida suhbat o'tkazishga qo'shildi. Kim Jong-un bilan Moon Jae-in Koriya Chavshan chegarasida suhbatlashdi. Chavshan tarafdan yadrosizlashtirishni xohlaydiganligini aniq bildirib o'tdi. Bayonot shundoq dedi. Aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Agar Chavshanga qaratilgan harbiy tahdidni bekor qiladigan bo'lsa, hamda Chavshanning bexatarligini kapolatga ega qiladigan bo'lsa, yadro qurollarini saqlab qolishning zaruriyati yo'q. Hozirgi Chavshan taraf bu davlatning yadro qurolları sodilish uchun yasalgan emas deb izchil ifoda bildirib keldi. Prezident Trump Chavshan Koriya suhbati mumkin bo'lgan taraqqiyotlarga erishdi deb ko'rsatdi. Yangi xabar, yuqori xabarning davomi. Koriya Chavshan yadrosizlashtirish masalasi bo'yicha Amerika bilan suhbat o'tkazishni xohlaydiganligini va suhbat jarayonida yadro qurollarini sinaq qilishni to'xtatadiganligini bildirdi deb jakarlagandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump haftaning 2. kuni, ya'ni 3. ayning 7. kuni mundaq ko'rsatdi. Mumkin bo'lgan ilgirlashni ko'rdik. Prezident Trump Twitter'ga mundaq yozdi. Chavshan Koriya suhbati ilgirlashga erishdi. Har qaysi aloqador taraflar ko'p yillardan beri jiddiy tirishchanlik ko'rsatdi. Dunyo qarab turibdi, kutib turibdi. Bu umid balki quruq bo'lib qolishi mumkin. Prezident Trump shundoq dedi. Biroq Amerika tayyorlik qilib qo'ydi. Meyli qaysi nishonga taraqqiy qilsin, qattiq maydonimizni saqlab turamiz. Prezident Trump deydi oxirida. Biroq Amerika tayyorlik qilib qo'ydi. Meyli qaysi nishonga taraqqiy qilsin, qattiq maydonimizni saqlab turamiz. Koriya vakillar umigining bir nafar mas'ul xodimi matbuotga mundaq ko'rsatdi. Chavshan bilan Koriya kelar oyda ikki davlat chegarasidagi Banmin deganda davlat boshliqlari suhbati o'tkazdi. Bu ikki davlat rahbarlari 10 yildan beri tunji qatim o'tkazgan suhbat bo'lib hisoblanadi. Chavshan bilan Koriya o'tkazgan suhbatga prezident Trump Borilla Twitter'ga xat yozib, biz kutib turamiz degan edi. Yana bir xabar. Hindistonning davlat mudofaa ministri tuyuqsiz bir xabarni oshkorladi. Mavzuli xabar 3. ayning 6. kuni Vanbetor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Hindistonning davlat mudofaa ministri Nirmala Sitharaman mundaq ko'rsatdi. Hindiston va Jungo armiyalari Doklamda so'rkilish bo'lgan joyga qaytadan askar o'rlashtirdi. Bu joyda Jungo taraf askariy xodimlari tikuchar aeroplan qo'nish supsi va post turish supsi yasadi va okoplarni qazdi. Sitharaman mundaq ko'rsatdi. Hindiston hukumati voqeaning taraqqiyotiga yaqindan diqqat qilib,
tadbir qo'llanib, Hindistonning davlat bexatarligini qo'g'damoqchi bo'ldi. Buningdan burun Hindiston davlat mudofaasining muavin ministri kechiringlar, Mora ogohlantirib, Jungo Hindiston chegara bo'ylari vaziyati yanada sezgir vaziyat, ya'ni bir qatim bu vaziyat o'rlishi mumkin deb ko'rsatgan edi.